Tort, 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 tort o'g'il bola. Tort o'g'il bola. Tort, tort. Haydab ke. Bismillah. Assalomu alaykum. Nurlo'z kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Ramazorda. Ya'niki o'zimizni mini chorvadamiz. Hurmatli ukalar, sizlarga xudo xolasa bugungi videoligimizda chiroyli qilib ko'chatlarni, narx-navo ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha yordamimiz yurgizib turg'izib. Hurmatli ukalar, bugun 11-aprel sanasi hafta kuniga shanba. Hurmatli ukalar, chiroyli ko'chatchalardan so'ragan ukalarimiz serobida. Xudo xolasa bugungi videoligimizda ma'lumotni beramiz. Hurmatli ukalar, Xunajin buqa so'ragan ukalarga simentalga shved gibrid yaxshi bitta buqamiz bor. Xudo xolasa yemog'i, ichilmog'i, tanajoni sog'ligi 100% garantiyali yaxshisini olaman degan ukalarga ko'chatni sifatlilari. Hurmatli ukalar, mana qarang. O'zlaring videorolik davomida xolis bahosini berasizlar. Narxlari ham xudo xolasa o'ta ham yo'lida bo'ladi. Olgan odam baraka topadigan, foydalanadigan narxlarda qo'yib beramiz. Bitta yangi qochgan rossiyskiyimiz bor, Greenfordimiz. Hurmatli ukalar, o'zi kuyishdi, xudo xolasa yaxshi buqaga qo'yib qo'ydik. Qochib qolgan bo'lsa, olgan odamni baxt, xudo xolasa. Hurmatli ukalar, videorolikni oxirigacha ko'ringlar-da, xudo xolasa akalar, narxlari hali yo'q yoqdagi bo'lmaydi. Chiroyli yo'lida narxlarni qo'yamiz. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Narxlari yo'lidaligi sababi akalar, bu mollar kecha kelib bugun videoga chiqayotgani yo'q. Aka, bu so'skasiga e'tibor beringlarmi? Xudo xolasa Muhammad Sog'da bilan birgalikda 7 oy molda ham yo'q aka, bu so'ska. So'skasi original. Hammasiniki xudo xolasa so'skalari chiroyli yaxshi holatdagi so'skalar. Uzun tega mol qilaman deganlardan maza qilib xudo xolasa foydalanadi. Hammasiniki so'skasi zo'r. Xudo ukalar, men buniki ham Greenfordimizniki ham osilib turibdi. Xudo ukalar, tega mol qilaman degan odamga xudo xolasa rosa ham tushadi. Ishqibozlari xudo xolasa videolarni oxirigacha ko'rasizlar. Yechib sizlarga yurgizib bitta ma'lumotni beramiz. Muhammad Sodiq, ashundan yechkinda-ku. Xudo ukalar, bu molimiz yoshidan o'tyapti. Xudo xolasa yeb ichishi, sog'ligi garantiya behijolat. Donamiz baraka topadigan holatda buqaga qo'yib qo'yildi. Yoshidan o'tyapti, kuyko'di. Buqaga qo'yib qo'ydi. Kilosi ham 170 kilo, 180 kilolik xunajinimiz. Sog'ligi xudo xolasa zo'r. Olgan odamga xudo xolasa agar qochib qolgan bo'lsa, hurmatli ukalar, mol qilib olgani rosa ham tushadi. Yo'qmasam bo'g'ozli dorini yetiltirib sotaman degan, foydalanaman degan ukalarga ham xudo xolasa o'ta to'g'ri keladi. Narxi o'ta ham shikalat bo'ladi akalar. Bu mollar sababi aytib o'tdim-ku, kecha kelib bugun chiqib ketayotgan mollar bas. Bitta ajriqqa tutganda xudo xolasa xo'raligi ham o'ta zo'r. Mana o'zinglar xulosani baribir sizlar berasizlar. Hurmatli obunachilar, mehnatimizni arzimas, mehnatimizni qadrlagan holatda laykni bosib, izohlarda, kommentariylarda fikrlarni qoldiraverasizlar. Xo'raligi o'ta ham zo'r. Olib maza qilib boqadigan chiroyli yaxshi bo'g'ozimiz. Xudo xolasa. Endi qochib qolgan bo'lsa bo'g'oz. Endi buni 100% qochgan yoki boshqa demangiz, buqaga qo'yib qo'yildi. Iloyim qochib qolgan bo'lsin. Xudo xolasa narxini, hurmatli ukalar, 27.500.000 so'mga vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib beramiz. Oz-moz xayr sunnati bor akalar. Endi bugungi holatga taqqoslaydigan bo'lsak, bular narxlar akalar o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 30 tepasida bo'lyapti. Bitta olgan odam maza qilib olsin, bizga bugun kelayotgan yo'qda bu mollar yanvar oyida kelgan. Xudo xolasa aprel bo'lyapti. Boqdik, mehnatini qildik, bundan buyog'i 7 odam olib, xudo xolasa baraka topdi. Bo'ldi, tortib baqa. Xo'raligi, sog'ligi xudo xolasa akalar behijolat. 27.500.000 so'mga vodiyga yetkazib beramiz. Hech qanaqangi kasal-kusali yoki boshqasi yo'q. Har tomonlama sog'ligiga bir hafta garantiyasini beramiz. Faqat endi akalar, bular hammasi yengil bo'lib o'tgan, buni borini aytamiz. Sababi
yashil sezonlarda o'zimiz boqdik bu mollarni. Xudo xolasa endi bo'lgan mol nisbatan yashil bo'lgan mol keyingisida bo'lmaydi deyilyapti. Yana Alloh alam. Xudo xolasa sog'ligidan muammosi yo'q. Mollarimiz behijolat. Xo'p, navbatdagisi nimadagi ukalar gibridimiz. Simentalga shved gibrid. Ayoqlarini, baquvvatliklarini har tomonlama o'zingizlar ko'rib xulosani beraverasizlar. Shunaqangi chiroyli originaldan boqaman degan ukalarga. Bozorda 100 millionlik navot sotishyapti aka, 1,5 tonnalik. Xudo xolasa shunaqasidan bo'ladi. Nimadagi ukalar? Yetaveringda. Yurish-turishlari Xudo xolasa yemoq ichmog'i har tomonlama chiroyli holatda. Bunimiz mana shu 10 oy 11 oylik bo'lyapti, nimadagi ukalar. Faqat orada, sodiq. Bitta buni ham ajroqqa qo'yasan. Yeyishni o'zlaring xulosasini berasizlar. Xudo xolasa yeb ichishi, tan jon sog'ligi behijolat. Moling xura bo'lsa berdi xudo deydi-yu, yagivardi singari deydi akalar. Xudo xolasa ko'kka ham silos o'zimiz beradigan nimamiz silos, somon shu ratsionda beramiz. Kepay nimadagi ukalar, xudo xolasa. Xo'p, buni narxini hurmatli ukalar 28 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasini beramiz. Plus xayr sunnatiga o'tib beramiz. Shunaqa chiroyli originalni olib boqaman degan ukalarga Xudo xolasa tavsiya qilsam, eng yaqin odamga tavsiya qilaman. Olib baraka topadigan narsa. Qo'raligi, tanijoni sog'ligi har tomonlama garantiya. Qoch olim. Novva solib, zo'rini, chiroylisini. Endi gibrid boqqan aka-ukalar bo'lsa albatta yozib ketinglar. Simentalga shved gibrid misol bu surola bo'lib tushadi mana shunaqangi. O'ta chiroyli bo'ladi. Nimadagi ukalar. Xudo xolasa, yana aytgan narxga bermaymiz. Ozmoz xayr sunnati bor. Lekin unaqangi ko'p kun o'tib beradigan holat emas, akalar. Bo'ladigan narxni yaqin qilib aytyapmiz. Xudo xolasa, buni hali katta qilib ko'rsatib yoki boshqa qilganimiz yo'qmiz. Shuning uchun hali borini boricha ko'rsatyapmiz. Buni katta qilib ko'rsatishni ham bilamiz, lekin bizga hali yolg'on yashiq, harom xarish narsa kerak emas. Ozgina barakotli pul qolsa, xudo xolasa mehnatimizga. Shuni o'zi yetadi. Chunki hamma ham akalar hozirgi kunda misol chorva media sohasida akalar sola-sol qoqa-qoq bo'lyapti. Shuning uchun bitta mol olyapsizmi, shoshilmay, ishonarli, yaxshi insonlardan olsalaring, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ham shu ijtimoiy tarmoq chorva sohasida bo'lganimizdan keyin akalar qayerdan mol olsalaring ham shoshilmasdan maslahat qilib doktor bilan yaqin bir chorvador, bir tushungan inson bilan maslahatlashib olsalaring, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Akalar, aytib o'tganimdek, bag'i sola-sol qoqa-qoq. Shuning uchun shoshilmay olinglar. Sababi ishonarli, yaxshi joyni olinglar. Ertaga akalar, so'ng javobgarligi bor-da. Juda ko'p insonlar menali asabda, qarg'ishda ko'p eshitib qolyapmiz. Shuning uchun imkon darajasida shoshilmasdan ishonarli insonlardan olsalaring, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, endi 500 ming, 400 ming so'm qimmat arzonida basga. Sog'lom, yaxshi, chiroyli, sifatli mol olsalaring, xudo xolasa ertaga arzon pulga qimmat muammoni sotib olgandan ko'ra, nimadagi ukalar, ishonarli, yaxshisini olib boqib baraka topgan yaxshi. Bo'lim xon sodiq baylar. Xudo xolasa akalar, mollarimizga 100% garantiya. O'sha hunajinlarimizni ham, novg'islarimizni ham nimadagi ukalar olib maza qilib boqib baraka topadigan mollar.
Endi buni hali 100% garantiya, 200% garantiya. Endi bu qulog'ida qoni bor narsa, lekin yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yeb ichishi, tani joni sog'ligiga akalar behijolat ko'rib olaverasizlar. Misol uchun 12 ta viloyatga yetib boraveradi mollarimiz. Asosan xudo xolasa endi bu vodiyni o'zidan ham ortmasa kerak-ku. Chunki bizda asosan shu vodiy territoriyasida xudo xolasa chorvani tushunib olib boqadigan aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Ketaveradi Samarqandga ham, Qashqadaryo, Surxondaryoga ham yetkazib beramiz. Lekin bu aytilayotgan narxlar ichida vodiy bo'ylab dastavka bepul yetib boradi. Bitta olsangiz ham, juplab olganga ham xudo xolasa yetkazdirib olib borib beramiz. Mana qarang, hurmatli ukalar, joning sog' bo'lgurdi. Shunaqa go'zalidan olaman degan ukalarga cho'raydigan variantingiz. Maşallah. Bunlarca originalidan olib boqaman degan aka-ukalar. Naqa topib berishgan. Aka-ukalar. Olib, xudo xolasa mol qilaman deganga ham, bo'g'oz qilib sotaman degan aka-ukalarga ham o'sha tushiradigan variantdagi xunajimiz, aka-ukalar. Ishqibozlariga xudo xolasa narxi yo'lida bo'ladi. Yosh oilaga akalar 6 oy, 7 oy plus minusidagi xunajimiz. O'sha boshida ham so'skalarni ko'rsatdik. So'skalari o'ta ham chiroyli, yaxshi holatda. Hurmatli ukalar, unaqangi xunasa emas. Xudo xolasa xo'p, buni ham narxini yo'lida qo'yamiz. Muhim savdo necha pul qo'yaylik obunachilarimizga? 24 million vodiy bo'lib yetib beradi. 24 million 500 ming so'mga hurmatli ukalar. Xudo xolasa yetkazdirib vodiy bo'ylab olib borib beramiz. Endi Samarqand boshqa aka-ukalarga ham endi kelishimlar. Xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q. Yeb ichishi, sog'lomligi xudo xolasa behijolat hurmatli ukalar. 24 million 500 ming so'mga uylaringga yetib boraveradi. Hurmatli ukalar, tot. Shunaqangi yaxshisidan so'ragan aka-ukalar, giranda raqamlar bo'ladi, aloqaga chiqib behijolat kelaverasizlar. Baylarmi, xon sodiq? 24 million 500 ming so'm hurmatli ukalar. Kelar xunajin, chiroyli holatda, hashak emas, paroda yaxshi holatdagi xunajin. Ko'chat. Surib ketadi o'g'lim. Ish bo'la ham mol yetalayman deyapti. Ishlar chiqyapti ekan-a? Xo'p, navbatdagi xunajinimiz, hurmatli ukalar. Shunaqangi chiroyli, yaxshi xo'ra. E'tibosh yaxshisidan olaman degan aka-ukalarga xudo xolasa tushiradigan variantingiz. Xudo xolasa 5,5 oy ga borib qoldi, xudo xolasa hurmatli ukalar. Mollarimiz. Aka, bu videoda aytib o'tdingizki, yaguardi. Bashi bo'ladi aka. Xudo xolasa mollarimiz xo'ra akalar. Sabab Muhammad Sodiq mana shu o'zi qarab, o'zi boqadi. Mollar yeb ichishi o'ta zo'r. Yeb turgan mol, hali eskilarda gap bor-ku akalar. Moling xo'ra bo'lsa, berdi Xudo. Aka, ishlarasiz bash qora aka, 24 mashina turadi aka. Ishga kirmaydi aka. Faqat oxir to'la turadi aka. Jiyda suv ichar, yotar, turib bidi yotadi aka. Mana. Xudo xolasa kelajakda yaxshi mol qilaman degan aka-ukalarga har tomonlama chiroyli holatdagi molimiz. Hurmatli ukalar. Bo'ylari 1.15, 1.10 shu plus minusida, ya'ni bo'ylarni o'lchamadik. O'lchab beradigan aka-ukalarga o'lchab berilaveradi, muammosi yo'q. O'ynashyapti. Xo'p, hurmatli ukalar, buni vodiy bo'ylab 22 millionga ozgina xayr sunnatini qilib beramiz. Dastavkasini qilib beramiz. O'zing olib borib tashlab kelasan? Hurmatli ukalar. Qo'yib yuborchi, yeversin. Xo'raligi,
Xudo xolasa o'ta zo'r. Aziz obunachilar. Ko'katdan, Selusdan, Somon, Qurg'otdan qaytmaydi ekan. G'o'zapayani ham yo'radi aka. Uyda ekan. Ishqibozlar bo'lsa akalar, tanlab aloqaga chiqaverasizlar. Yo'lida qilib beriladi. Xudo xolasa kelishamiz akalar. Baylar bo'ldi. 22 million so'm hayot sunnatiga o'tib ham beramiz. Vodiy bo'ylab dastakasini ham beramiz. Agar juplab olaman degan ukalar bo'ladigan bo'lsa, Toshkent, Samarqandlarga ham qilib beramiz. Bulardagi ukalar. Baylar. Xudo xolasa mollarimiz hammasi baraka topadigan yaxshi holatdagi mollar. Bulardagi ukalar navbatdagi mollarimiz ikkita bir xil novot rangidan olib, terisi yupqa chiroylisini olib boqaman degan ukalarga novot rangidan bulardagi ukalar. Shoxlari Xudo xolasa kesib kuydirib qo'yilgan, o'ynab kulib turgan tanjoni soq ko'chatchalarimiz. Bulardagi ukalar Xudo xolasa yoshlari buniki mana shu 5,5 oy atrofiga borib qoldi. Xudo xolasa toni toza, shalpon quloq. Quyoshda yaltiraydi aka. Chiroylisini olib boqaman degan ukalarga Xudo xolasa ikkalasi. Hashti bir xilda. Ikkalasi 15-20 kunlik farqi bo'lishi mumkin. Lekin buni ham xo'raligi, sog'lomliklari Xudo xolasa behijolat. Chiroyli qilib boqib foydalanaman degan ukalarga tushaveradigan variant. Ikkalasi ham bulardagi ukalar. Xudo xolasa o'skalari zo'r. Buni ham akalar hozirgi paytda sotilayotgan mollarga taqqoslaydigan bo'lsak, bulardagi ukalar biz sotadigan bo'lsak hozirgi holatda. Misol juda narx ko'tarilib ketadi. Bu mollar akalar bizga qariyb 2,5 oy 3 oy bo'ldi ham Sodiq aka kelganiga. Yanvarda kelgan, mana aprel bo'lyapti. Bulardagi ukalar shuning uchun buni narxi nimaga arzon, vali har xil xayolga borib qolishi mumkin-da. Misol kasallik tusali bormi yoki boshqami. Endi akalar misol mollar kundan kunga, yildan yilga, oydan oyga qimmat bo'lib ketayotganini buni hamma bilib turibdi. Shuning uchun Xudo xolasa olib chiroyli qilib baraka topaman degan odamga tushadigan holatdagi mollar. Narxlarini 22 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastakasini qilib beramiz. Xudo xolasa xayr sunnatiga o'tib beramiz. Aka sutemga bo'zaydi narxida aka. Men tushungan odamga bitta paroda molda sutemga sizga to'g'ri keladigan holatda. Bulardagi ukalar xo'raliklarini yeb ichishini o'zdan ko'rib turibsizlar. Akalar olaman degan realniy aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, ustida kelib ko'rib olsalaring ham bo'laveradi. Videosini bitta tashlab bering degan aka-ukalarga misol videolarini behijolat tashlab berilaveradi. Behijolat. Bulardagi ukalar 22 million 500 ming so'mdan agar jupicha olaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, ikkalasini juplab chiroyli qilib boqaman. Sandan menga bir esdalik bo'lib qoladi degan aka-ukalarga 22 million so'mdan vodiy bo'ylab yetkazib olib beramiz. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa narx to'g'ri gap. Hali bilib yurgan, ko'rib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, xolislar yozib ketinglar. Novot rangidan, chiroylisidan, o'sha yo'nalishidagi go'zalidan olib boqaman degan aka-ukalarga, Xudo xolasa ichki tashqi parazitlarga emlamalari bo'lgan. Xudo xolasa bundan buyog'iga shunaqa ko'ki bor, bog'i bor aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, mazza qilib boqaveradi. Bulardagi ukalar like bosib, ko'ngilni bir joyga qo'yib kelaverasizlar. Obor, bayloylar, nari ikkita kichkinani ham ko'rsatgan. Sodiq. Aytasini aytadi. Ha? Aytasini aytadi. Yetililasan? Bulardagi ukalar, Xudo xolasa yurish turishi, yeb ichishi har tomonlama garantiyasi beriladi. Xudo xolasa bularni o'sha ichki tashqi parazitlariga ukol licheniyalari, nazначениялari qilindi. Sho'miltirdik, ukolini qildik. Shuning uchun sababi akalar bir kishi olgandan keyin baraka topishi bor. Hayda baqa, hayda bor.
Buradagi ukalar xudo xolasa mana dehqonchiliklarni gullayapti mana limonlar. Şöyle ish qilaman o'tayapsan. Makkam shangami? Makkam aqay shangi. Buradagi ukalar eng kichkina novvotchamiz shu. Tort baqa. Xudo xolasa bo'yi akalar unaqa katta kichik demanglar 95. Xudo xolasa. Faqat buni ozg'inli tarafi bor. Onadan yettaroq qo'ygan. Xo'p. Hammasi bor bumadagi ukalar mana. Bumadagi ukalar gibrid. Bunisi. Narigisi simental buqacha. Faqat ozgina yettaroq. Onadan chiqdi. Tan qolib ketgan. Onasi piq bo'lganlik hisobiga. Faqat tortinglarda jupleylarda keladi. Hop tushmayapti yo'q. Sog'lomligi tort baqa. Xolos 100% garanti. Akam shu. Ketdi. Qaytarib kel. Baqa hayda. Hayda baqa. Voy maşallah. Buradagi ukalar. Hop. Abi novvosligiga boradi-da. Sekin shovaganda itidan. Quvma faqat. Hop, ikkalasini agar bitta gap akalar, bitta xonajim bitta novvos qilib olaman degan ukalarga yosh oyligi ikkalasiniki pashti bir xil. Nariga 3 oyga boryapti, bu 3,5 oyga boryapti. Shuning uchun agar ikkalasini bir joyga olaman deganga Tamam ne haydab ki oğlum? Bizden ortazdan oldu. Kelasini bir joyga 19 milyon 500 ming so'mdan kelar. Qayerda borman? 19 milyon 500 ming so'mdan. Sekin olib kel. Kallasidan chiqib tortib turib. Oyog'idan chiqib oyog'idan. Sudrab ketadi unaqada. Tortma ekan. Tort. Tort o'g'il bola. Tort o'g'il bola. Tort. Haydab ke. Yana mol boqamanni kuydiradi. Bumadagi kelar. Xo'p, 19 milyon 500 ming so'mdan xudo xolasa yetkazdirib, chiroyli qilib olib beramiz. Vodiy bo'ylab. Endi kamkesiga, xayr sunnatiga o'tib beramiz. Tanlab olaman degan ukalarga ozgina plyus minusi bo'ladi. Xayri bo'ladi ba'zi akalar. Aytgan narxga bermaymiz. Oz-moz xayr sunnatiga o'tib berilar. Ishqibozlarga. Mana kelishni. Mana. Quvib yuraverasan endi mana shu. Ushavol sekin endi, sekin ushavol. Tort endi ushavol. Bo'yintaydan olib chiqib oldi. Bo'yintaydan chiqib olsang oyog'idan orasidan. Tort.